Assalomu alaykum. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi bilan hamkorlikda O'zbekiston tarixi telekanali yangi tarix darsi loyihasini boshlash arafasida. Maqsadimiz o'tmishimiz bilan faxrlanadigan ajdodlarimizga munosib avlodni yetkazish. Bejiz o'zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi deb aytishmagan. Demak, ilk mavzumiz nafaqat yurtimiz, balki butun dunyoda dong taratgan ulug' sarkarda sohibqiron bobomiz Amir Temur haqida bo'ladi. Darsimizni quyidagi 4 ta reja asosida olib boramiz. Birinchisi Temurning bolaligi, sohibqironning taxt tepasiga kelishi, Amir Temur olib borgan janglar va buyuk imperiyaning bunyod etilishi, Amir Temurning bunyodkorligi. Amir Temur ibn Amir Tarag'ay 1336-yilning 9-aprelda Kish viloyatining, ya'ni bugungi Yakkabog' tumani yaqinidagi Xo'jalg'or qishlog'ida dunyoga kelgan. Otasi Amir Tarag'ay Barlos qabilasining nufuzli oqsoqoli edi. O'zbek xalqi tarkibida 92 urug' borligini bilamiz. Barlos ana shu 92 urug'ning biridir. Amir Tarag'ay Turkistonning o'sha paytdagi hukmdori Amir Qozog'on oldida ishonch qozongan hurmati bor beklardan biri bo'lib, Chig'atoy ulusi beklari qurultoylariga qatnashib turardi. Harbiy ishlarga mayli yo'q, taqvodor musulmon vaqtini darvishlar bilan o'tkazardi. Onasi Takina begim Buxoro ulamolari peshvosi, shariat qonunlarini sharhlovchi Alloma Ubaydulloh al-Buxoriyning qizidir. Amir Temurning onasi va otasi Shahrsabzda dafn etilgan. Amir Temur onasi xotirasiga balandligi 71 metr keladigan dunyoga mashhur Oqsaroy yodgorligini bunyod ettirgan. Temurbekning yoshligi kechda o'tdi. 7 yoshga to'lgach, otasi uni o'qishga berdi. Temur yoshlik chog'laridanoq maxsus murabbiylar nazorati ostida chavandozlik, ovchilik, kamondan o'q otish, boshqa turli mashq va harbiy o'yinlar bilan mashg'ul bo'lgan. Shu asnoda Temur tulporlarni saralab ajrata oladigan mohir chavandoz va dovyurak bahodir bo'lib voyaga yetgan. U tabiatdan og'ir, bosiq, teran fikrli va idrokli hamda nihoyatda ziyrak, kishilardagi qobiliyat, fazilat, ayniqsa samimiyatni tezda fahmlab oladigan inson bo'lgan. Shu tufayli o'smirlik chog'laridanoq atrofiga tengqurlari orasidan sadoqatli do'stlarni jalb qila olgan. Uning atrofiga bolalikdagi do'stlari va maktabdoshlari Abbos Bahodir, Jahon Shohbek, Qimori Inoq, Sulaymon Shohbek, Idikul Temur, Sayfuddinbek, Hindishoh, Qarqaralar to'planishib birgalikda mashq qilar, musobaqalarda ishtirok etishar. Asta-sekin navkar bo'lishib, harbiy bo'linma sifatida shakllana borgan. Amir Temurning tarixdagi bu ezgu amallarini Yevropa xalqlari ham tan oladi. Amir Temur bilan suhbatlashish sharafiga muyassar bo'lgan buyuk arab faylasufi Ibn Xaldun Jahongir turk, arab, fors xalqlarining tarixini diniy, dunyoviy va falsafiy bilimlarning murakkab jihatlarigacha yaxshi o'zlashtirganligini ta'kidlaydi. Milodiy 1358-yilda Mo'g'rinahr hukmdori Amir Qozog'on o'ldirilgandan keyin bosh-boshdoqlik avj oldi. Tarixchi Xondamirning xabar berishicha, mamlakat 10 ga yaqin bekliklarga bo'linib ketgan. Hukmdorlar o'zaro nizolar, janglar bilan ovora, birlashishni o'ylashmasdilar. Shu sababdan Mo'g'uliston xoni To'g'liq Temurxon 1360-1361-yillarda yagona hokimi yo'q yurtimizga bosqin uyushtirganda unga bas keladigan kuch topilmadi. Amir Temur ana shunday vaziyatda tarix maydoniga kirib keldi. U o'z boshimcha amirlar boshini bir joyga qovushtira oldi. 1360-yillardan boshlab Amir Temur Mo'g'rinahdagi ichki nizo, urushlarda ishtirok etdi. Mo'g'uliston hukmdori To'g'liq Temurxon uning o'g'li Ilyosxo'jaga qarshi kurashlardan so'ng Amir Husayn ustidan g'alaba qozonib, 1370-yilda Mo'g'rinahr taxtining haqiqiy sohibi bo'ldi. Amir Temur taxtga o'tirgach, Chig'atoy ulusining barcha yerlariga o'zini voris deb bildi va Sirdaryoning Quyi havzasi, Toshkent viloyati, Farg'ona vodiysi, Xorazmni o'z hukmronligi ostiga kiritdi.
Natijada Movarounnahr va Xurosonda yirik markazlashgan davlat vujudga keldi. Shuningdek, Eron, Iroq, Kavkazorti mamlakatlari, Hindiston, Oltin O'rda va Turkiya bilan bo'lgan janglarda g'olib chiqib, saltanat hududini sharqda Xitoy devoriga qadar, g'arbda O'rta Yer dengiziga, janubda esa Hindiston chegaralariga qadar kengaytirdi. Sohibqiron avvalambor davlat tuzumini mustahkamlash, boshqarishdagi tartib-intizom, qonunchilikni kuchaytirish, savdo-sotiq, hunarmandchilikni kengaytirishga imkoniyat yaratish, soliqlarni tartibga solish, mamlakat himoyasini ta'minlash yo'lida qo'shinning qudratini oshirish kabilarga katta e'tibor berdi. Sohibqiron Amir Temur Qashqar, Yettisuv, Turkiston va Xorazmning bir qismidan iborat Chig'otoy ulusining vorisi sifatida maydonga chiqdi va ulus yerlariga to'liq egalik qilishni o'zining qonuniy huquqi deb hisobladi. O'sha paytdagi taomilga ko'ra davlatga Chingizxon asos solgan. Shuning uchun faqat uning avlodlaridan bo'lganlargina xon atalishga loyiq ko'rilardi. Amir Temur davlat boshiga kelishdan oldin Chingiziy Suyurg'atmishxonni nomigagina xon qilib ko'tardi. Soxta obro'lar ketidan quvishga ehtiyoji bo'lmagan Sohibqiron o'zini xon deb atamadi. Chunki u xon avlodidan emas, balki oddiy xalq ichidan chiqqan qahramon edi. Samarqandni Turon saltanatining poytaxti deb belgiladi. 1391-yilda To'xtamishxon bilan jangga borayotib, Dashti Qipchoqda ulkan toshga xotira satrlarini o'ydirib yozdirganda o'zini Turon sultoni deb atadi. 35 yil, ya'ni 1370-yildan 1405-yilgacha hukm surgan Sohibqiron Amir Temur Markaziy Osiyo hududlarini yagona markazlashgan davlatga birlashtirdi. Hind va Gangadan to Orol dengizgacha, Tianshandan to Bosforgacha ulkan imperiya barpo etdi. Amir Temurning har bir harbiy yurishlariga turtki bo'larlik sabab bor edi. Chegaralarni mustahkamlash, tashqi dushmanlardan himoyalash, karvon yo'llarini turli yo'l to'sarlardan tozalash, xiyonatchi, sotqin, aldamchilarni jazolash, bo'ysunmaganlarni itoat ettirish, o'zining siyosiy ta'sirini kengaytirish kabilardan iborat bo'lganligini tarixiy manbalardan bilib olish mumkin. Amir Temurning 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik yurishlari tarixdan ma'lum. Bu yurishlari zamirida Buyuk Ipak yo'liga egalik qilish uchun kurashlar ham yotadi. Savdo yo'llari davlatga katta daromad keltirishdan tashqari, xalqaro siyosiy maydonda mavqe, obro' martabani yuksak darajaga ko'tarardi. Sohibqironning yurishlari Xitoyda Min sulolasi davlat boshiga kelganda Mo'g'ullarning Xitoyga solayotgan xavfini bartaraf etdi. Oltin O'rda xoqoni To'xtamishxon bilan 1391-1395-yillarda olib borilgan ulkan janglar Rossiyani Mo'g'ullar zulmidan xalos qildi. Rus xalqiga markazlashgan davlat tuzish imkoniyatini yaratdi. Amir Temurning Usmoniylar imperiyasi ustidan qozongan g'alabasi Yevropani Usmoniylar mustamlakasidan qutqarib qoldi. Uni Yevropa xaloskoriga aylantirdi. Vizantiya imperiyasi umriga yarim asr umr qo'shdi. Fransuz tarixchisi René Grus 20-asr boshlarida Amir Temurning Boyaziz ustidan g'alabasi xristian olamini asrab qoldi deb yozgan edi. Amir Temur uzoqni ko'ra oladigan mohir diplomat sifatida tarixda chuqur iz qoldirdi. O'sha yillarda Ispaniya mamlakati qiroli Enrico III, Fransiya qiroli Karl VI, Angliya qiroli Genrix IV saroylariga aloqalar bog'lash uchun elchilar yo'lladi. Maktublar yozdi, maktublar oldi. O'z navbatida Ispan, Fransuz, Ingliz, Xitoy va boshqa xorijiy mamlakatlar elchilari uning saroyiga tez-tez tashrif buyurib turishar edi. U ulkan davlat arbobi sifatida Yevropa va Osiyo o'rtasida o'zaro aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladigan yagona makon yaratish choralarini qidirdi. Bunda o'zaro savdo-iqtisodiy munosabatlar o'rnatilishiga katta e'tibor berdi. Jahonning nufuzli davlatlari bilan yaxshi aloqalarni yo'lga qo'ydi. Bu ma'noda bir tarafdan Xitoy, Hindiston, ikkinchi tarafdan Fransiya, Angliya, shuningdek Usmoniylar imperiyasi, Ispaniya, Italiya, Misr va boshqa davlatlarni aytib o'tish mumkin. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, Movarounnahrda Mo'g'ullarning qariyb 140 yillik hukmronlik davrida bironta ham ko'zga ko'rinarli
qurilish yoki suv inshooti vujudga kelmagan. Amir Temurning tashabbusi bilan 1365-yilda Qarshi, 1370-yilda Samarqand, 1380-yilda esa Keshning atrofi qaytadan mudofaa devorlari bilan o'ralgan. Shuningdek, xalq farovonligi, mamlakat obodonchiligi yo'lida suv omborlari, to'g'onlar qurishga, ariqlar qazdirishga, yangi yerlarni o'zlashtirishga alohida e'tibor berilgan. Mamlakatning iqtisodiy ahvolini ko'tarishda savdoning ahamiyati beqiyos ekanligini tushungan hukmdor bozorlar, rastalar va timlar, turli-tuman ustaxonalari barpo etib, xalq hunarmandchilik san'atini taraqqiy ettirgan. Bunyodkorlik Sohibqiron davrida davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan edi. Amir Temur faqat o'z mamlakatidagina emas, balki boshqa yurtlarda ham bunyodkorlik ishlarini amalga oshirgani buning dalilidir. Dastavval saltanat poytaxti qilib belgilangan Samarqandni dunyoning eng obod shahriga aylantirdi. Ulug'vorligini ko'tarish uchun atrofida Damashq, Bag'dod, Misr, Shiroz, Sultoniya kabi dunyoning mashhur shaharlari nomlari bilan atalgan bog'roqlarga ko'milgan qishloqlar barpo qildirdi. Mamlakatda yo'llar kengaytirildi, ko'priklar solindi, rabotlar tiklandi, bozorlar orastalashdi. Binolar qad ko'tardi, xiyobonlar barpo etildi, bog'lar yashnadi. Bu bog'lar haqida Ispan elchisi Ruy González de Clavijo o'z kundaliklarida zavq-shavq bilan hikoya qilgan. Ularning ichida Gulbog', bog'i Dilkusho, bog'i Chinor, bog'i Nav va boshqa bog'lar nomi bor. Samarqandda Ko'ksaroy, Amir Temur jome masjidi, Bibixonim madrasasi, masjidi, Qusam ibn Abbos me'moriy majmui, Amir Temur maqbarasi, Shahrisabzda Dorut tilovat majmui, muhtasham Oqsaroy, Turkiston shahridagi Hoji Ahmad Yassaviy xonaqoh maqbarasi, Toshkent yaqinidagi Zangota maqbarasi, Nahri Barloz arig'i, Kobul atroflari, Farg'ona vodiysi, Murg'ob vodiysidagi yerlarga, Ozarbayjondagi Murg'ob cho'llariga suv chiqarilishi, Shohruxiya, Baylaqon shaharlarining bunyod etilishi, Tabriz, Bag'dod va Gurjgan shaharlarining qayta tiklanishi bunga misol bo'la oladi. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Sharafiddin Ali Yazdiyning Sohibqiron har yerda kim imoratga qobil yer ko'rsa yerda, ul yerda albatta bir imorat solar yerda degan so'zlari zinhor mubolag'a emas. Amir Temur ilm-fan, ma'naviyat ahliga e'tibor, mehribonlik ko'rsatib, ulardan jamiyat madaniy hayotida foydalanishga intilar ekan, tarixchi Ibn Arabshoh yozganidek, Temur olimlarga mehribon, sayyidu shariflarni o'ziga yaqin tutar edi. Ulamo va fuzolalarga to'la izzat, hurmat ko'rsatib, ularni har qanday odamdan tamom muqaddam ko'rardi. Ularning har birini o'z martabasiga qo'yib, izzat va ikromini unga izhor qilardi. Amir Temur saroyida ko'plab ilm-ma'rifat allomalari Sohibqiron dunyoning 27 mamlakatini bir bayroq ostida birlashtirdi. Taxminan 1000 dan ortiq jang o'tkazdi. Ularda zafar hamisha Sohibqiron tomonida bo'ldi. Faqatgina 1365-yilda Sirdaryo bo'yidagi Chinoz yonida Mo'g'ullar bilan bo'lgan mashhur Loy jangida Husayn Mirzoning pand berishi evaziga 29 yoshli Temurbek umrida birinchi va so'nggi mag'lubiyatiga uchragan edi. Sohibqiron Amir Temur Xitoy safariga borayotib 1405-yil 11 fevral kuni O'tror shahriga yetganda qattiq og'rib qoldi va isitmasi ko'tarila boshladi. Oqibatda 18 fevral chorshanba kuni shu yerda vafot etdi. Uning qabri Samarqand shahridagi Go'rimir maqbarasida joylashgan. Amir Temur jahonning 4 mashhur sarkardalaridan biri. Kuragi yerga tegmagan buyuk lashkarboshi. Xudo bergan salohiyatini to'la to'kis namoyon eta olgan, o'xshashi yo'q buyuk armiya qo'mondoni edi. Hurmatli o'quvchilar, qadrli teletomoshabinlar, Sohibqiron bobomiz haqida yanada ko'proq ma'lumotlarni bilish uchun qo'lingizdagi darslikdan tashqari Amir Temur haqida bir qator tarixiy va badiiy adabiyotlarni ham mutolaa qilishingizni tavsiya qilamiz. Zero ulug' bobo kalonimiz shaxsiyati sizga cheksiz faxr va g'urur beribgina qolmay, vatanni sevish, yaxshi ta'lim va tarbiya olishingizda kuch va ilhom beradi.
Shuning bilan bugungi tarix darsimizni yakunlaymiz. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.